Hurmatli mijozlarimiz, agar sizlarning pigment dog'lar, ajinlar, aknedan qoladigan izli bezovta qilsa, bemalol hozirgi paytda u sharoitida ishlatishingiz, retinol mahsulotini qo'shishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizning studiyamizda juda ham ko'p har xil retinol mahsulotlarimiz ko'rsatilgan va sizlarga individual tarzda o'zimiz maslahat beramiz. Qaranglar, bizda shunda Koreyada ishlab chiqariladigan retinolli krem va sivorotkamiz ko'rsatilgan va albatta bizda hattoki Singapurda ishlab chiqariladigan retinolli bo'lgan mahsulotimiz ham bor va sizlar o'sha bilib ishlatadigan pH formulani Vita A retinol ham bor. Bunimizda eng kuchli retinollarimizdan bittasi hisoblanadi va bizda Germaniyada ishlab chiqariladigan Dr. Baber retinollari ham ko'rsatgan. Agar xohlasanglar krem qilib xarid qilishingiz mumkin yoki bunaqa ampulali bo'lgan retinolli mahsulotimizni ham bemalol o'zingizga u sharoitida uxlodingizga qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki qaranglar, bizda Italiyada ishlab chiqariladigan Skin Collections mahsuloti ham bor. Bu yerda 1% dan 0,25% gacha bo'lgan retinolli mahsulotimizni ko'rsatib o'tganmiz. Sizlar o'zingiz uchun u sharoitida ishlatishingiz uchun xarid qilishingiz mumkin. Hamda qaranglar, hozir keyingi reelslarimizda sizlarga mana bunaqa retinolli bo'lgan bokslarimizni ham ko'rsatib o'tamiz va har bittasiga ma'lumot berib o'tamiz. Eng asosiysi bizning studiyamizda sizlar bularni bemalol bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz